Soat millari yarim tundan o'tganini ko'rsatardi. Butun hovli, butun mahalla uyquda. Faqat men uxlay olmayman. Yonimda erim uyquga ketgan. Uning nafasi xonani allaqachon menga begona bo'lib ulgurgan sukunatini buzardi. Biz birga edik. Lekin oramizda yillar, aytilmagan sozlar va sonib borayotgan hislar bor edi. Uning uchun men shunchaki uy bekasi, farzandlarning onasi edim. U meni ko'rmasdi, eshitmasdi. Biz qachon bunday bo'lib qoldik? Qachon bir-birimizga shunchaki odatga aylandik? Bilmayman. Balki orzularimizning ushalmagani, balki hayotning qiyin sinovlari bizni bir-birimizdan uzoqlashtirgandir. Har kuni bir xil. Uy yumushlari, bolalar tashvishi, kechqurun esa charchagan va gapirishga holi yo'q erim. Uning uchun eng muhimi qorni toq. Usti but bo'lsa bas. Mening ichimdagi bo'ronlar, mening ayollik istaklarim esa hech kimni qiziqtirmasdi. Qo'shni hovliga bir necha oy oldin bir yigit qochib keldi. Ismi Botir. U yolg'iz yashardi. Hovlilarimizni pastakkina devor ajratib turardi. Ba'zida hovlida ish qilayotganimda uning nigohini his qilardim. Uning qarashlarida men anchadan beri unutgan narsani, ayolga bo'lgan qiziqishni ko'rardim. U shunchaki qo'shniga emas, ayolga qarardi. Uning nigohlari mening vujudimni titratib yuborardi. Biz u bilan tasodifan tanishdik. Hovlimizdagi orik daraxtining bir shoxi uning hovlisiga otib ketgandi. Men pishib tikilgan oriklarni terayotganimda bir nechta orik uning hovlisiga tushdi. U chiqib oriklarni terib oldi va menga uzatdi. Assalomu alaykum, qo'shni. Oriklaringiz juda shirin ekan, dedi u tabassum bilan. Va alaykum assalom. Oling, olavering, dedim men ham hijolat bo'lib. Shu biz uchrashib qolganimizda gaplashadigan bo'ldik. Uning suhbatlari maroqli edi. U men bilan shunchaki havo haqida, bolalar haqida emas, mening qiziqishlarim, orzularim haqida gaplashardi. Uning yonida men yana o'zimni kimdir ekanimni his qila boshladim. Uning nigohlari ostida men yana ayol ekanimni esladim. Bir kuni kechqurun erim do'stlari bilan choyxonaga ketdi. Bolalarim uxlagan, uyda yolg'iz edim. Hovliga chiqib osmondagi yulduzlarga termulib o'tirardim. Ichimdagi yolg'izlik meni ezardi. Shunda devor ortidan Botirning ovozi eshitildi. Yulduzlarni sanayapsizmi, qo'shni? Men cho'chib tushdim. Ha, shunchaki deya oldim xolos. Yulduzlar chiroyli, lekin ular ham yolg'iz, dedi u. Uning ovozidagi mayinlik yuragimni eritib yubordi. Biz uzoq gaplashdik. U o'z hayoti haqida, men esa o'zim haqimda gapirdim. O'sha kundan boshlab bizning munosabatlarimiz o'zgardi. Biz har kuni kechqurun, hamma uxlaganida devor yonida uchrashadigan bo'ldik. Bu uchrashuvlar mening hayotimning mazmuniga aylandi. Men kun bo'yi shu lahzalarni kutib yashardim. Uning ovozini eshitish, uning nigohini his qilish men uchun baxt edi. Erim esa hech narsani sezmasdi. U o'z ishlari bilan band edi. Uning uchun mening borligim ham, yo'qligim ham bir edi. Men esa har kuni gunohga botayotganimni bilsam ham, bu uchrashuvlardan voz kecha olmasdim. Chunki faqat Botirning yonida men o'zimni tirik his qilardim. Bugun ham shunday tunlardan biri. Erim yonimda uxlab yotardi. Men esa asta o'rnimdan turib hovliga chiqdim. Botir meni kutib turardi. U devordan oshib mening hovlimga o'tdi. Biz so'zsiz bir-birimizga yaqinlashdik. Uning qo'llari mening qo'llarimni topdi. Seni sog'indim, dedi u. U meni asta o'ziga tortdi. Uning quchog'ida men o'zimni butunlay unutdim. Yillar davomida yig'ilib qolgan alamlar, yolg'izlik, mehrsizlik hammasi bir zumda yo'qoldi. Faqat u va men qoldik. Uning lablari mening lablarimga tegdi. Bu bo'lsa shunchalik ehtirosli, mayin ediki, men butun vujudim bilan titrab ketdim. Bu men anchadan beri unutgan, sog'ingan bo'lsa edi. U meni ko'tarib oldi va biz hovlining burchagidagi soriga bordik. U yerda bizni hech kim ko'rmasdi. Men uning ko'zlariga qaradim.
Uning ko'zlarida men o'z aksimni ko'rdim. Baxtli sevilgan ayolni. Qo'rqmayapsanmi? so'radi u. Qo'rqaman. Lekin sen bilan shu qo'rquv ham shirin, dedim men. Bu tun biz birga bo'ldik. Bu shunchaki jismoniy yaqinlik emasdi. Bu ikki yolg'iz qalbning birlashuvi edi. Biz bir-birimizga nafaqat tanamizni, balki qalbimizni ham ochdik. Uning har teginishi, har bosasi mening vujudimda olov yoqardi. Men yillar davomida uxlayotgan ayollik hislarimni, uyg'onayotganini his qildim. U menga shunchalik mehr va ehtiyotkorlik bilan muomala qilardiki, men o'zimni malikadek his qildim. Biz tongga yaqin xayrlashdik. U yana devordan oshib o'z hovlisiga o'tdi. Men esa xonamga qaytdim. Erim hamon uxlab yotardi. Men uning yoniga yotdim, lekin endi men boshqa ayol edim. Bu tun mening hayotimni o'zgartirib yubordi. Men gunoh qilganimni bilaman. Lekin men birinchi marta o'zimni baxtli his qildim. Bu bir kechalik baxt uchun nimalardan voz kechishim kerakligini hali bilmayman. Lekin bir narsani aniq bilaman. Bu tun men uchun unutilmas bo'lib qoladi. Bu tun mening shirin gunohim edi. Endi nima bo'lishini vaqt ko'rsatadi. Men endi shunchaki uy bekasi emasman. Men sevilgan ayolman.